Tarix kitoblarida o'qiladigan voqealarning eng qiziqarlilari diqqatga sazovor va jo'shqinlari urushlar deyish mumkin. Urushlarning natijasida esa bir imperiyaning yuzaga kelishi yoki yakun topishini ko'rishimiz aniq. Insoniyat tarixida imperiyalarga ega bo'lgan xalqlarning o'z tarixini buyuk deb hisoblashlarini payqashimiz aniq. Va bu imperiyalarni qurgan hukmdorlar esa bu xalqlarning milliy qahramoni ekanligini kuzatishimiz mumkin. Lekin har imperiyaning tarixi va shakllanish turlicha bo'lishiga qaramay, insonlarning imperiyasidan g'urur degan ilk xususiyati o'sha imperiyaning yer maydoni hajmining kattaligi hisoblanadi deb aytishim mumkin. Bu kabi ulkan hududlarni egallagan hukmdorlar nafaqat bir xalqning, balki dunyo tarixida insonlarning yodida qolgan shaxslar ekanini ko'rishimiz aniq bo'lib hisoblanadi. Bu videoda qadrli tomoshabinlar bir hukmdor bo'lib, hukmronligi davrida amalga oshirgan istilosini generallari qo'liga butunlay topshirib qo'ymay, o'zi erinmasdan qo'shinining boshida eng katta hududlarni bosib olgan tarixdagi eng buyuk fotih yo'q istilochilari hisoblangan top 10 hukmdorlarni egallagan hududlarining maydoniga ko'ra o'rinlashtirib berishga harakat qilaman. Bu maydonlarni metr santimetrgacha aniq aytib bo'lmaydi. Shuning uchun asosan tarixiy ma'lumotlarga tayangan holda mantiqan yaqin va to'g'riroq bo'lgan raqam asosida bu istilochi fotih hukmdorlarning egallagan hududlarini miqdorini ko'rsatishga harakat qilaman. Men ro'yxatni boshlashimdan oldin sizlar videoga like bosib qo'ysangiz sizlardan minnatdor bo'lgan bo'lardim. Safaviylar imperiyasiga asos solgan Shoh Ismoil Safaviylar tariqatining bosh shayxlari oilasida tug'iladi. Safaviya tariqatining oliy shayxi bo'lganidan keyin esa Ismoil 12 yoshda atrofda to'play olgan turkman urug'lari bilan oldin Shirvon shohlari davlatini bosib oladi. Keyin zaiflashgan oq quyunli davlati hukmdori Alvan Mirzoni yengib 501-yilda Tabrizni olgach shoh bo'ladi. Bundan keyin Ismoil Fors va Iroq hududlarini qo'lida tutgan boshqa oq qo'yinli hukmdori Murod Mirzoga qarshi kurashib uni mag'lub etadi va uning ixtiyoridagi yerlarni ham bosib oladi. Keyinchalik esa Ismoil g'arbda Dulqodirli davlatini yengib butun sharqiy Anadoluni, sharqda esa Shayboniy xonni mag'lub etib butun Xurosonni bosib oladi. Shu tariqa Shoh Ismoil toj kiyganidan keyin 9 yil ichida o'rta va qisman yaqin sharqdagi taxminan 2,8 million kvadrat kilometr maydonni bosib olgandi. Uning egallagan hududlarga taxminan asosan bugungi Eron, Ozarbayjon va Armaniston to'liq kirardi. Turkiyaning 30%, Iroq, Turkmaniston kabi davlatlarning 50%, Suriya va Afg'onistonning 20%ni qoplagandi. Sasoniylar sulolasining asoschisi bo'lgan Ardashir birinchi boshda Parfiya imperiyasi tarkibidagi Fors viloyatida mahalliy zodagonlar oilasiga dunyoga keladi. U Parfiya imperiyasi zaiflashgan vaqtida Fors viloyatida isyon boshlab, Xuziston va Kirmon yerlarini egallab oladi. 224-yildan so'ng Parfiya shohi Artabanusni yengib, Eronda yangi Sasoniylar sulolasi hokimiyatini o'rnatadi. Ardashir keyinchalik Parfiyaliklar qo'lida qolgan Mesopotamiyani ham egallaganidan keyin uzoq vaqt davomida g'arbda Rim imperiyasi bilan bu hudud uchun kurash olib boradi. Keyinchalik sharqqa yo'nalgan Ardashir Xurosonni egallab, Pushon podshohligini ham yengib, uni o'z vassaliga aylantiradi. Shu tarzda kichik bir zodagon oilasi tug'ilib, yoshligida Forsda kichik qalalarni boshqaruv bilan siyosiy faoliyatini boshlagan Ardashir 55-60 yoshlarda taxminan 3,1 million kvadrat kilometrdan ortiq maydonni egallab, hokimiyati ostiga kiritgan ilk Sasoniy shohi sifatida tarixda qolgandi. Hozirgi Eronni butunlay boshqargan shohning egallagan hududlarga taxminan Iroqning 45%, Turkmaniston, Afg'oniston, Pokiston kabi davlatlarning 50% kirgandi. Mid imperiyasiga asos solgan Chu Yuanchan ijarador dehqon oilasida tug'ilgandi. Chu Yuanchan
351-yilda Mo'g'ullarning Yuan sulolasiga qarshi Markaziy Xitoyda boshlangan xalq qo'zg'olonlari tarkibiga qo'shilib, 3 yilda otryad rahbariga aylanadi. Chuyanchan 356-yilda Nankin shahrini egallaganidan keyin bu qo'zg'olonning amalda rahbariga aylanadi. 10 yildan ortiq davrda Markaziy, Sharqiy va Janubiy Xitoyning katta qismini hamda boshqa qo'zg'olonchi rahbarlar qo'l ostidagi hududlarni birlashtirish yo'li bilan Chuyanchan 1368-yili o'zini imperator deb e'lon qilgandi. Shu yilning oxirigacha uning qo'shinlari Yuanlarning poytaxtini ham egallab, Mo'g'ullarni butunlay Xitoydan quvib chiqaradi. Chuyanchan bugungi Xitoyning yadroviy hududini tashkil etgan Min imperiyasini 4,5 million kilometr kvadrat hududining taxminan 4 dan 3 qismini yoki 3,25 million kvadrat kilometr hududini bevosita o'zi qo'shin boshida rahbarlik qilib egallab olgandi. Salafkiylar davlatining asoschisi Salafka bir Nikator Makedoniyadagi harbiy aristokrat oilasida tug'iladi. Salafka buyuk Aleksandr generallaridan biri sifatida o'zini ko'rsatadi. Salafka miloddan avvalgi 321-yilda Bobil satrapiga aylanib, Aleksandrning generallari orasida boshlangan diadoq urushlariga qo'shilib, taxt uchun kurashga kirishadi. Miloddan avvalgi 312-yilgacha Bobil bilan birga Midiya, Suza va Fors diyorlarini egallab, o'z shohligini qurganidan keyin hukmronligining qolgan 10 yilida sharqqa yurish qilib, Parfiya, Baktriya, So'g'diyona, Ariya, Gidrosiya va Araxosiyani egallaydi. Miloddan avvalgi 301-yilda Ipsdagi jangda g'alaba qozonganidan keyin Shimoliy Mesopotamiya, Suriya va Janubi-g'arbiy Anatoliyani egallashga muvaffaq bo'ladi. Miloddan avvalgi 381-yilda Frakiya shohini ham mag'lub etganidan keyin Anatoliyaning to'liq g'arbiy qismlarini qo'lga kiritadi. Salafka umri davomida egallagan hududlari taxminan 3,9 million kvadrat kilometrni qoplab, buyuk Aleksandr imperiyasining 5 dan 3 qismini hokimiyati ostiga shaxsan o'zi kiritgandi. Qisqa qilib aytganda, Salafka taxminan bugungi Suriya, Livan va Afg'onistonni to'liq, Eronning 90%ni, Turkiya va Iroqning 60%ni, Pokiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikistonning 50% ga yaqin hududlarini egallagandi. Afsharlar davlatiga asos solgan Nodir shoh Afshar Xorasondagi turkman urug'lariga mansub oddiy ko'chmanchi chorvador oilasida tug'ilgandi. Nodir shoh Safaviylar davlati afg'onlarning Giljoy qabilasiga mansub Xotakiy sulolasi tomonidan bosib olinganidan keyin Xorasonda atrofida to'plagan askarlar bilan avval Xorasonda kuchayib, so'ng Safaviy shohini himoyasiga olganidan keyin Eronga yo'naladi. Nodir shoh 1728-yilda Ashraf Xotakni yengib, Eronni ozod qilganidan keyin bir necha bora g'arbga yo'nalib, Usmoniylar bilan jang qilib, Ozarbayjon, Gruziya va Kavkazdagi mahalliy xonliklarni egallab, qisman Bag'dod va Iroq atrofini qo'lga kiritadi. 736-yilda Qurultoyda o'zini shahanshoh deb e'lon qilganidan keyin Nodir shoh sharqqa afg'onlar va Boburiylar ustiga yurish qiladi. 739-yilda Karnal jangida Boburiy Muhammad shohni yenganidan keyin Dehlini zabt etadi. Eronga qaytishda esa o'zi to'liq Sind vodiysini egallab, Buxoro va Xiva xonliklarini ham bo'ysundiradi. Nodir shohning tuzgan imperiyasi taxminan 4,5 million kvadrat kilometr maydonni qoplagandi. Nodir shohning egallagan hududlari tarkibiga taxminan Eron, Afg'oniston, Pokiston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Armaniston, Dog'iston va Checheniston kabi davlatlar to'liq kirsa, O'zbekiston va Gruziyaning 50%, Iroq va Tojikistonning 20-25%, Hindistonning esa 3-4% kirgandi. Mo'g'ullar imperiyasining asoschisi bo'lgan Chingizxon, Hunun daryosining g'arbiy qismida yashagan Mo'g'ul urug'ining beklari oilasida tug'ilgan bo'lsa ham, otasining erta o'limidan keyin yoshligi Markaziy Osiyo dashtlarida tirik qolish bilan o'tib, bir amallab otasidan qolgan urug'ning rahbariga aylanadi.
Mo'g'ul urusining yetakchisiga aylanganidan keyin Temuchin sharqda tatarlar urug'idan boshlab g'arbda Oltoy tog'igacha cho'zilgan butun turk urug'larini o'ziga bo'ysundirib 1206-yildagi qurultoy bilan ularning xoqoniga aylanadi va Chingizxon nomini oladi. Hukmronligining keyingi yillarida birinchi bo'lib G'arbiy Xiva va Jin davlatlari joylashgan Shimoliy Xitoyning katta qismini bosib olganidan keyin Xorazmshohlar imperiyasiga yurish qilib, Movarounnahr va Xurosonning sharqiy qismini shaxsan o'zi bosib oladi. 1227-yilda o'lganida Yapon dengizi va Tinch okeanidan Kaspiy va Volga daryosi sohillarigacha cho'zilgan 12 million kvadrat kilometrlik hududni meros qoldirgandi. Faqat shuni aytib o'tmoqchimanki, bu hududlarni hammasini Chingizxon shaxsan o'zi qo'shin boshida turib egallamagan. Janubiy Sibir, Manjuriya, Sharqiy Turkiston, Yettisuv, Sharqiy Dasht Qibcha, Xorazm va Xurosonning katta qismini istilo etishni farzandlari va ishonchli sarkardalarga topshirgandi. Qisqasi, Chingizxonning o'zi qo'shin boshida zabt etgan hududlari taxminan meros qoldirgan imperiyasining 40% dan ortig'i yoxud 4,9 million kvadrat kilometr maydonni qoplagandi. Ya'ni Chingizxonning o'zi egallagan yerlar tarkibiga taxminan Mo'g'ulistonning tamomi, O'zbekiston va Afg'onistonning 50%, Xitoyning 16-17%, Rossiya va Qozog'istonning esa 5-6% kirishi mumkin edi. Hamoniylar imperiyasiga asos solgan Kir II midiyaliklarga qaram Fors viloyatining Anshan shohlari oilasida tug'ilgandi. Kir II miloddan avvalgi 559-yilda Suza shahrini egallaganidan keyin Midiya imperiyasiga qarshi isyon boshlab, miloddan avvalgi 550-yilda Shoh Astiagetni yengib, uning imperiyasini zabt etadi. Shoh Kir II hukmronligining oxirigacha Lidiya va Bobil podshohligini, qadimgi Baxtriya, Ariya, So'g'diyona, Xorazm, Yidrosiya va Araxosiya o'lkalarini bosib oladi. Kir II hukmronligining oxirigacha taxminan deyarli 5 million kvadrat kilometr maydonni zabt etgandi. Kir II zabt etgan hududlar tarkibiga taxminan bugungi Eron, Afg'oniston, Iroq, Suriya, Kuvayt, Livan, Falastin, Isroil, Iordaniya, Armaniston va Turkmaniston kabi davlatlarning tamomi, Turkiyaning 90%, Ozarbayjon, O'zbekiston va Tojikiston kabi davlatlarning 60-65%, Pokistonning esa 50-55% kirgandi. Makedoniya imperiyasining buyuk shohi Aleksandr III Makedoniya podshohligini boshqargan Agriat sulolasining vakili sifatida dunyoga keladi. Otasi Filip II-ning o'limidan keyin podshohlik taxtiga o'tirgan Aleksandrning ilk ishi hokimiyatini tan olmay isyon boshlatgan Bolqon xalqlari va Yunon shahar davlatlarini jazolash bo'ladi. Buyuk Aleksandr miloddan avvalgi 334-yilda Fors podshohligi ustiga yurish boshlab 10 yil ichida Kichik Osiyo, Livan, Mesopotamiya, Misr, Eron, Afg'oniston, Markaziy Osiyo va Shimoliy Hindistonning bir qismini bosib oladi. Shunday qilib Aleksandr meros qilib olgan hududlaridan tashqari 5,2 million kvadrat kilometr yerni bosib olgandi. Aleksandrning egallagan yerlari taxminan bugungi Eron, Armaniston, Livan, Falastin, Isroil, Afg'onistonning tamomi, Pokistonning 90-95%, Turkiya va Suriyaning 85-90%, Misr, Iroq, Turkmaniston, O'zbekiston va Tojikistonning 40-45%, Liviya va Iordaniyaning esa 4-5%ni tashkil etadi. Osiyo Hun davlatining buyuk hukmdori Metexon Hun qabilalarini birlashtirgan Teomanning o'g'li bo'lib tug'ilishiga qaramay hokimiyatga kelishi qiyin kechgandi. Metexon bolaligida yuejilarga asir qilib berilgan bo'lsa ham, bu asirlikdan qochib Hun yerlariga qaytadi.
Metehan atrofida o'ziga sodiq askarlarni to'plaganidan keyin otasini o'ldirib, miloddan avval 209-yilda Hunlarning xoni bo'ladi. Metehan sharqda Donxularning Manjuriya hududini bosib oladi. Keyin esa Yuejilarni ham mag'lub etib, sharqiy Turkiston va Yettisu hududlarini ham istilo etadi. Shimolda Tunguslar ustiga yurish qilib, Baykal ko'li atrofidagi butun Janubiy Sibir hududlarini o'ziga bo'ysundiradi. Han imperiyasiga qarshi yurish qilgan Metehan miloddan avvalgi 200-yilda Bayden jangida Han imperatorini yengib, Sariq daryoning janubidagi yerlarini yoki shimoli sharqiy Xitoy hududlarini davlati tarkibiga qo'shib oladi. Umrining oxirlarida Orol dengizi bo'yiga qadar yashagan 26 ta turk va Osiyo xalqlarini hokimiyati ostiga oladi. Metehan Buyuk Hun imperiyasini taxminan 8 million kilometr kvadrat atrofidagi maydonga chiqargandi. Otasidan meros qilib olgan 1,5 million kvadrat kilometrlik Hun qabila ittifoqining tarkibiga 6,5 million kvadrat kilometr maydonni qo'shgandi. Ya'ni Metehan taxminan 20-25%, Rossiyaning 16-17%, Qozog'iston va Qirg'izistonning esa 45-50% ga yaqin hududlarni egallagandi. Temuriylar davlatining asoschisi bo'lgan Amir Temur Movarow nahrida yashagan Barlos urug'ining beklari oilasi tug'ilgandi. Mo'g'uliston xoniga qarshi urushda xalq orasida obro'yi orttirib, hokimiyat uchun kurashda yutganidan keyin mahalliy zodagonlar tomonidan Movarow nahrining amaldagi rahbari etib saylanadi. Amalda deyapman, chunki Amir Temur qog'ozda Chig'atoy xonlarining vakil amiri sifatida hukmronlik qilgandi. Amir Temur hukmronligi davrida Mo'g'uliston xonligiga qarshi 7, Xorazmga qarshi 5 marta yurish amalga oshiradi. Bundan tashqari 3-5-7 yillik yurishlarda Xorason, Fors, Iroq, Ozarbayjon, Gruziya, Suriya, Anatoliya va Dashti Qipchoq mamlakatlarini istilo etadi. Oliy Hindistonga ham yurish qilib bu yerlarni egallagan Amir Temur o'z tuzuklarida 27 davlatni bosib olganini aytadi va uning egallagan bu davlatlar esa 14-asrning boshlarida Chig'atoy xonligi, Xulaki va Oltin O'rda davlati, Mamluk va Dehli sultonligi, Gruziya va Anadolu bekliklarini tashkil etib, ularning taxminan umumiy maydoni 14,5-15 million kilometr kvadrat maydon tashkil etardi. Bu raqamni bo'rtirish deb hisoblash mumkin bo'lganlar diqqatiga Amir Temurning faqat o'zi yurish qilib olgan yerlarni hisoblab, urushdan keyin taslim bo'lgan yerlar hisobga olmasak ham, umumiy hisobda 9,7 million kilometr kvadrat maydonni tashkil etardi u egallagan yerlar. Ya'ni Amir Temurning shaxsan o'zi uyushtirgan yurishlari oqibatida egallagan yerlariga taxminan bugungi O'zbekiston, Turkmaniston, Tojikiston, Qirg'iziston, Eron, Afg'oniston, Ozarbayjon, Armaniston, Gurjiston, Suriya va Livan davlatlarini to'liq qoplab, Turkiyaning 90%, Qozog'istonning 50-60%, Pokiston va Iroqning 45-50%, Xitoy, Hindiston va Ukraina kabi davlatlarning 15-16%, Rossiyaning esa 6-7% ni qoplagandi. Shu taqlid birodarlar tarixda qo'shinining boshida o'zi rahbarlik qilib diyorlarni zabt etgan hukmdorlarning ro'yxati tugadi. Ularning egallagan yerlarining hajmini iloji boricha mantiqqa asoslanib eng yaqin hisoblarda aytishga harakat qildim. Video haqida fikrlaringizni izohlarga yozib yuborishni unutmang. Xayr, salomat.